Sotdi. Oyijon, Hisob kitob daftaringni olib kelchi. xo'p bo'ladi oyijon. Ko'chikam g'ir-g'ir aylanib ketdi. To'g'ri aytasiz oyijon, svetam gazam limitidan oshib ketdi. Sotdi, bugun oylik oladigan kunmidi? Xuddi shunday oyijon. O'zlaringni bir chaqirib yuborchi. O'zinlaru! Oylik oldingizmi bugun? Qani chiqaringchi oyligingizni. Oldim oyijon. Ma, sotdi sana. To'g'ri berdimi, yo'qmi? Shu desiz, oyijon, eskini yemaguningcha esing ketadi deyishadi. Bashorat, baraka topkur. Maqolingni qisqaroq qilgin. Pulini bilimi yuqar, bilimsizni shunaqasi yuqmaydi-da. Oyijon, logopediya kursida o'qimoqchi edim. Sertifikatim yo'q, bolalar yo'q. Ana, sotdiga yetsang, mahalladagi logo markazi bor. O'sha yoqqa borib o'qitib kelasan. Oy, shu desiz bir tovuqqa ham suv, ham don kerak deganlaridek, men ham shu sertifikatda o'qib chiqmoqchiman. Oyijon, pul bering. Yana pul dedi. Ana, sotdi, yozib qo'y. Biron bolakay logo markaziga ulanvasi Hilol Rustamdan tekin mashg'ulotlarni kuzatib o'tirasiz. Voy, rostdanmi oyijon? Unda men tezda borib ulanib olaman. Xo'p, Nigora, oyligingni oldingmi? Oldim oyijon, lekin unga o'zimni rejalarim bor edi. Men reja-pejalarni ishim yo'q. Men bu pulga logopediya kursini sotib olmoqchi edim. Bo'ldi, gapingni bas qilgin. Boshimni qotirmagin. Men bu pulga zontlar, tarqatma materiallar o'yin olmoqchi edim. Endi qarasam, chuchvarani xom sanabman. Mana endi aqling ishlabdi. Hozir o'qib olsan, lekin bilimlar hali yangi. O'qishing shart emas. Hozir o'qimasam qachon o'qiyman? Sen undan ko'ra, Biron bolakay logo markaziga Instagramdan obuna bo'lgin. 5-6 iyul kunlari tekin webinarga qatnashasan. O'zing bilimlaringni mustahkamlab olasan. Juda foydali narsalar bor ekan. Qani sotdi? Hammani yozib qo'y. Siz ham eshitdingizmi? 5-6 iyul kunlari Hilol Rustamovnaning Instagram sahifalarida bepul webinar bo'lib o'tadi. Webinar haqida qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.